Endilikda O'zbekiston fuqarolari yuqori maoshli xorijiy ishlarga yuboriladi. 2030-yilgacha Shvetsiya, Daniya va Norvegiyaga jami 50 ming nafar ishchi joylashtirish rejalashtirilgan. Ilgari fuqarolarimiz asosan 2-3 ta davlatga borib ishlagan bo'lsa, hozir tashkiliy migratsiya asosida 30 dan ortiq davlatda mehnat qilyapti. Bugungi kunda Shvetsiya, Daniya va Norvegiyada 300 ming ishchilarga ehtiyoj bor. Norvegiyalik ish beruvchilar bu yilning o'zida 3 ming fuqaroni o'zlari o'qitib, ularga Yevropa standartlari asosida sertifikat berib, kamida 2,5-3 ming yevrolik ish berishga tayyor deyapti. Rejaga ko'ra 2026-yilda 5 ming nafar fuqaro ushbu davlatlarga rasmiy ish bilan yuboriladi. 2027-yildan boshlab esa har yili kamida 10 ming nafar fuqaro xorijda barqaror, qonuniy va yuqori daromadli mehnat o'rinlari bilan ta'minlanadi. Musayev Nurimbetov 1-aprelgacha Shvetsiya, Daniya, Norvegiya bilan kelishuvga erishib, bu yil 5 ming, kelasi yil kamida 10 ming odamni yuqori daromadli ish o'rinlariga yuborsin. Dastur doirasida fuqarolar ishonchli sharoitlar va ijtimoiy kafolatlar asosida ishga joylashtirilishi kutilmoqda. Kutilayotgan o'rtacha oylik maoshi esa 5 ming AQSh dollari atrofida bo'lishi rejalashtirilgan. Qadrli do'stlar, kanalimizni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lishni unutmang.